O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, kinorejissyor Zulfiqor Musoqov o'zbek kinosida hayotni boricha ko'rsatishga jur'at qilgan ijodkor. Uning filmlarida sun'iylik yo'q. Unda xalq bor, dard bor, haqiqat bor. Abdullajondan tortib osmondagi bolalargacha, Qo'rg'oshindan vatanga bo'lgan asarlar millionlab tomoshabinlar qalbida yashab kelayotgan kino maktabiga aylandi. U trend ortidan yugurmadi. U o'z yo'lini yaratdi va aynan shu yo'l o'zbek kinosining yangi tafakkurini shakllantirdi. Xalq muhabbati, xalq e'tirof va yillar sinovidan o'tgan ijod. Haqiqiy lider rejissyor belgisi. Zulfiqor Musoqov hayotda ham, kinoda ham haqiqiy lider. U gapira olgan jasorat timsolidir. Xo'sh, sizningcha yana qanday liderlarimiz bor? Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Sizlar bilan Chehrona edi. Doiradan uzoqlashmang. Hayotni o'rgan. Faqat bir narsasi ma'qul nomi. Yaralangan qush hamon uchmoqda.